Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi mavzuyimiz kriptosporidium haqida. Buni asosiy yuqish yo'li zararlangan suvni iste'mol qilish natijasida oosistlarni yuqtirib olinadi va shu odamning immun sistemasi holatiga qarab ikki xil kasallikka sababchi bo'lishi mumkin. Agar mana shu yuqtirib olgan odam immun sistemasi sust bo'lsa, misol AIDS kasalligiga chalingan odam bo'lsa, bu odamlarda juda ham kuchli holatda kechadi. Juda ham kuchli bo'lgan suvli diareyaga sababchi bo'ladi. Agar yuqtirib olgan odam immun sistemasi yaxshi bo'lsa, ya'ni normal immun sistemaga ega bo'lsa, yengil suvli diareyaga sababchi bo'lishi mumkin. Va buni diagnostikasida muhim joyi bor. Antigen detection testlarini qilishimiz mumkin yoki PCR orqali aniqlash mumkin va qo'shimcha ravishda kriptosporidium uchun juda ham spetsifik bo'lgan kislotaga chidamli, ya'ni acid fast bo'yash amalga oshiriladi. Ya'ni Zil-Nelson bo'yog'i yordamida uni oosistlarni bo'yab ko'rish mumkin. Ya'ni kislotaga chidamli ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, sketchidan birinchi belgimiz mana bu. Demak, protozoa nomi kriptosporidium va mana bu odamga e'tibor bersak, hassa ushlab olganligini va suvli muhitda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana bunday rangi o'zgargan suv. Demak, bu AIDS bilan kasallanganlarda kriptosporidium yuqtirib olgandan keyin kuchli suvli diareyaga sababchi bo'lishi mumkin va u hassa ushlab olganligi bizda doimo immun sistemasi sust ekanligini ifodalardi va mana shu asosiy zararlanadigan populyatsiyasi bu HIV bemorlari hisoblanadi. AIDSga chalinganlar va bu odamning ustida demak mana bunday xalatni ko'rishimiz mumkin. Ro'molga o'xshagan yoki demak boshida kovboy shlyapasini ko'rishimiz mumkin. Buni eslaydigan bo'lsak, xuddi nokardiya videosida ko'rganmiz yoki tuberkulyozda ham ko'rganmiz. Ularda ham xuddi shunday kovboy shlyapasi va kiyimi bor edi. Bu bizga kislotaga chidamli ekanligini eslatib turadi. Bu juda ham spetsifik xususiyat mana shu kriptosporidium uchun. Endi bu infeksiyani oldini olishda suv havzalarini va resurslarni filtrdan o'tkazish kerak bo'ladi. Sababi oosistlar kimyoviy moddalarga rezistent hisoblanadi. Oddiy xlorlash bilan buni yo'qotib bo'lmaydi. Faqatgina filtrdan o'tkazibgina buni tozalash mumkin. Demak, bu yerga e'tibor bersak, filtr apparati turganligini ko'rishimiz mumkin va atrofda demak suvdagi pufakchalarni ko'ramiz. Mana bu pufakchalar demak bular bizga nimani ifodalaydi? Suvdagi sissalar orqali yuqishini ifodalaydi va mana bu marvaridlarni ko'rish mumkin. Suvda hamma joyda turibdi. Demak, xuddi to'planib turganga o'xshaydi. 3ta bo'lib, 3ta yoki 4ta bo'lib. Demak, bularni bitta sistasidan 4tagacha sporozoid hosil qilishi mumkin ekan. Aktiv formasi. Shuning uchun ham mana bunday to'plangan marvaridlar ko'rsatilgan. Endi orqadagi mana bu kichik qo'rga e'tibor beramiz. Mana bu joyga. Kichik qo'rga e'tibor bersak, bu shu aktiv formalari ingichka zararlashini ifodalaydi va shu joyda suvli diareyaga sababchi bo'ladi. Va shu quvurda mana bunday suv oqib turganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, asosiy oldini olish uchun biz mana shu suvni filtrlashimiz kerak. Bu mana bu filtr orqali ham eslab qolsak bo'ladi. Endi ushbu kriptosporidiumni davolashda biz nitozoksaniddan foydalanamiz. Bu dori immun yaxshi bo'lgan odamlar uchun, ya'ni immun sistemasi yaxshi ishlab turgan odamda foyda beradi. Mana bu joyda nitozoksanid yozuvini ko'rish mumkin. Agar immun sust bo'ladigan bo'lsa, AIDSga chalinadigan bo'lsa, davo yo'qotilgan suv elektrolitlarini qayta tiklash hisoblanadi.